Assalomu alaykum, guruhlar. Gibrid sigirimiz. Hikmatullo o'zi chiqqan sigirimiz tug'di. Mana Novos tug'di, gibrid, semental urib qo'yilgan. Bir xat. Buqacha mana. Toza gibrid tushdi bola ham. Novoschi. Mana molimiz mana yelini. Shu mahal sog'ilyapti. Tuttulos ham ishlaydi. Kiranisi ham. Abitda ishgan yelini mana shuni. Tuttulos. Nargisni ham sog'ib qo'ygan, orqani ham. Tuttulos ham ishlaydi hammasi. Kiranisi ham tushadi. 20 litr sutga garantiyasi bilan kelib olib ketaverasizlar. Mana sigiramiz, shu Hikmatullo o'zi qo'yganmiz. 750 kilo. Boy molli bo'yi 1,5 metr emas, 1,45. Olaverasizlar. Mol вообще shikana, bolan qarang, bolan. Yorib qo'ydi bolani ham janob. Bolani aqiytalagi. Enasini ham tetalab oling. Oyog'ida, yelinida hech qayerda defekt yo'q. 100% sog'lom. Suti ham вообще, mana ko'ring, suti ham oqizib bechadi bu qilib. Mana bolasi. Bolasini qo'yib yuborchi. Mana bolasi. Bolasi ham Novos. Bolani tindir berib qo'yibdi. Aloqa chiqaverasizlar, nomerlarni salohiyada qoldiramiz.